Bugungi kunda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining salmoqli qismi issiqlik elektr stansiyalarida generatsiya qilinadi. Bu butun bir tizim, minglab insonlar mehnati va uzluksiz jarayonlar zanjiri demakdir. Shu bois elektr energiyasi iqtisodiyotimiz qon tomiri deb bejiz aytilmaydi. Elektr energiyasi zamonaviy hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Yurtimizning shahar va qishloqlari tobora kengayib, yangi qiyofa kasb etmoqda. Aholi soni ortib, infratuzilma takomillashib bormoqda. Axborot texnologiyalari rivojlanib, raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalari jadallashmoqda. Bularning barchasi esa elektr energiyasiga bo'lgan talabni kun sayin emas, soat sayin oshirmoqda. Biroq xonadonlarimizga kirib kelayotgan har bir nur ortida qanday mashaqqatli mehnat yotgani haqida ko'p hollarda o'ylab ko'rmaymiz. Bu jarayon yer qa'ridan tabiiy gaz va ko'mirni qazib olishdan boshlanadi. Qora mehnat, og'ir sharoit, xavf-xatar bilan bog'liq bu bosqichda minglab ishchilar o'z vazifasini ado etadi. Qazib olingan resurslar esa shunchaki joyida qolmaydi. Ular minglab kilometr masofalarni bosib o'tadi. Magistral quvurlar orqali oqib kelayotgan gaz, temir yo'l vagonlarida tashilayotgan ko'mir, bularning har biri ortida aniq hisob-kitob, doimiy nazorat va yuksak mas'uliyat yotadi. Stansiyaga yetib kelgan yoqilg'i bilan jarayonning eng mas'uliyatli bosqichlari boshlanadi. Dastlab suv tayyorlanadi. Kimyo sexida u tozalanib, maxsus talablar darajasiga olib kelinadi. Bu oddiy suv emas, balki yuqori bosim va haroratga chidamli muhitga aylantirilayotgan strategik resursdir. So'ngra suv nasoslari orqali tizim bo'ylab harakatlanadi. Bu yerda suv tarkibidan zararli moddalar chiqarib tashlanadi. Keyin esa yanada yuqori bosim va harorat ostida qozon agregatiga yo'naltiriladi. Qozonda esa haqiqiy sinov boshlanadi. Tabiiy gaz va ko'mir yoqilib, ulkan harorat hosil qilinadi. Bu sharoitda suv o'ta qizdirilib, o'tkir bug'ga aylanadi. Bu bug' oddiy bug' emas, u juda katta bosim va energiyaga ega kuchdir. Aynan shu kuch turbinaga yo'naltiriladi. O'nlab tonna og'irlikdagi metal mexanizmlar bu bosimni qabul qiladi. Bug' turbina kuraklarini aylantirib, mexanik energiya hosil qiladi. Bu jarayon doimiy nazoratni, aniqlikni va yuqori darajadagi texnik malaka talab qiladi. Chunki kichik xatolik ham katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bug' esa o'z energiyasini bergandan so'ng yana sovitilib, suvga aylantiriladi va jarayon qaytadan boshlanadi. Bu uzluksiz aylanma sikl stansiya yuragining tinimsiz urushidir. Hosil bo'lgan mexanik energiya generator orqali elektr energiyasiga aylantiriladi. Ammo bu hali oxiri emas. Elektr energiyasini uzatish, uni transformatorlar orqali kerakli kuchlanishga keltirish va yuzlab, minglab kilometr masofalarga yetkazish yana bir katta bosqichdir. Elektr tarmoqlari orqali u shaharlar, qishloqlar, ijtimoiy soha obyektlari va nihoyat har bir xonadonga yetib boradi. Lekin bu jarayon ham o'z-o'zidan amalga oshmaydi. U doimiy texnik xizmat, nazorat va katta mas'uliyatni talab etadi. Shunday qilib xonadonlarimizda yonib turgan chiroq yoki ishlatilayotgan texnika shunchaki qulaylik emas. Bu tabiat boyliklari, murakkab texnologiyalar va minglab insonlarning mashaqqatli mehnati samarasidir. Tabiat bergan resurslar esa cheklangan. Ularning har biri katta qiymatga ega. Shuning uchun elektr va gazdan oqilona foydalanish bu faqat iqtisodiy masala emas, bu kelajak avlod oldidagi mas'uliyatdir.